Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Futbol haqida eng qiziqarli ma'lumotlar, statistikalar, o'yin natijalari, olovli o'yinlardan jonli efirlar mening Infotime.org Telegram kanalimda. Telegram kanalim manzilini video opisaniyasi va kommentariyasida qoldiraman. Obuna bo'ling va siz eng birinchisiz. Shomurodov Romaning top 5 dagi tarixiy rekordini ta'minlab berdi. Chempionatni juda og'ir boshlagan Roma mavsumning hal qiluvchi pallasiga kelib, Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun da'vogarga aylandi. Rimliklar 35-turda Fiorentinani 1-0 hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Bu gal ham Eldor Shomurodov yagona golga assistentlik qildi. Birinchi bo'lim yakunlanishi arafasida uning bosh bilan uzatgan to'pini Artyom Dovbik David De Gea darvozasiga joyladi. O'zbek hujumchisi ishtirok etgan aynan mana shu gol Roma uchun o'ta ahamiyatli bo'lib chiqdi va ikkita rekord keltirdi. Birinchi rekord Yevropa top chempionatlari miqyosida qayd etildi. Roma joriy mavsum davomida 9 marotaba 1-0 hisobida zafar quchdi. Shu g'alabalardan 8tasida Claudio Ranieri boshqaruvida. Bittasi avvalgi bosh murabbiy Ivan Yurich davrida qo'lga kiritildi. Opta statistika markazining ma'lum qilishicha, Yevropaning eng kuchli 5 chempionatida hali hech bir jamoa bu mavsum 9 marotaba 1-0 hisobida g'alaba qozona olgani yo'q. Bundan tashqari rimliklar 2024-yilning dekabridan boshlangan mag'lubiyatsiz seriyasi 19 ta uchrashuvga yetdi. Bo'rilar hozirgacha 14 ta bellashuvda g'olib chiqib, 5 bor durang o'ynagan. Bu ko'rsatkich ham top 5 ligalar uchun mavsum rekordi hisoblanadi. Italiya, Angliya, Fransiya, Germaniya va Ispaniya chempionatlarining qolgan gigantlari ham bunaqa seriya namoyish eta olgani yo'q. Eldor Shomurodov bevosita ishtirok etayotgan bu g'alabalar tufayli Romaning 1-0 hisobi bo'yicha rekord ko'rsatkichi ichki chempionatda ham yuqori darajaga yetdi. Eldor 33-turda Verona darvozasini ishg'ol qilib, kichik hisobdagi g'alabalar soni bo'yicha Roma uchun mavsum rekordini o'rnatgandi. Bu raqam 7 tani tashkil qilgandi. Poytaxt bo'rilari keyingi ketma-ket 2 uchrashuvda ham shu hisobda zafar quchdi. Eng e'tiborli jihati shundaki, Inter va Fiorentinaga qarshi o'tkazilgan bu bahslarda Matias Sule va Artyom Dovbik bittadan g'alaba goliga aynan o'zbek futbolchisi assistentlik qildi. 35-tur yakunlariga kelib, 1 gol evaziga g'alaba qozonish bo'yicha Romadan keyingi o'rinlarni chempionat peshqadami Napoli 7 marta 1-0 hisobda zafar quchgan hamda Fiorentina 5 ta minimal g'alaba egallab turibdi. Shu tariqa Romaning mavsumdagi 1-0 g'alabalari soni 9 taga yetdi. Bu qariyb yarim asr muqaddam o'rnatilgan rekordning takrorlanishi bo'ldi. 1965-1966 Oronso Puleze va 1974 va 1975-yillarda Nils Lidholm bosh murabbiylik qilgan davrda rimliklar 9 tadan uchrashuvni minimal hisobda g'alaba bilan yakunlagan. Yana 3 mavsumda 8 martadan 1-0 hisobi kuzatilgan. Endi rimlik charim to'p ustalari bu ko'rsatkich bo'yicha mutlaq rekord o'rnatishi uchun Atalanta, Milan, Torino bilan bo'ladigan 3 ta bahsda bittasida 1-0 hisobda zafar quchishi kifoya qiladi. Eslatib o'tamiz, Eldor Shomurodov joriy mavsum A seriya o'yinlarida 24 marotaba maydonga tushib, Empoli, Monza, Juventus va Verona jamoalari darvozalarini ishg'ol qilgan. Shuningdek, Bologna, Monza, Inter va Fiorentinaga qarshi bahslarda jamoadoshlariga golli pas uzatgan. Eldorning assistiga muxlislar qanday reaksiya bildirdi? Hozir sizga kommentlardagi butun jahon Roma muxlislarining izohlarini o'qib beraman. Rugbyonal Niko ostida Shomurodov Dovbik kombinatsiyasi. Ranieri shogirdlari 2025-yilda mag'lub bo'lmaydi. Qozog'istonlik Qosimbay. Qozog'istondan Shomurodov va Dovbik akalarimizni tabriklaymiz. Forza Roma. Andrey Vanuo. Ligada mag'lubiyatsiz 19 ta o'yin. Yevropada hech bir jamoa bunga erisha olmaydi. Eldorado va Dovbik ikkisi asosiyda tushsin. Mr. Ranieri. Redi finito Niko ostida. Eldor Shomurodov sehrli bolakay. Dovbikning to'p urar bo'lishining asosiy sababchisi u. Kbinks Niko ostidagi komment. Sviller, Eldor, Dovbik, Roma xaloskorlari. Aziya 06G Niko ostidagi komment. Bu Shomurodovning super uzatmasi va Romaning g'alabasidagi ikkinchi o'yin. Bu osiyolik yo'lbars. Angland Bob yozadi. Romaning muvaffaqiyati janob Ranieri bilan bog'liq. Qanday professor? Keyingi o'yinlarda ham shu tarkibni kutaman va xotirjam kuzataman. Risnoji izohi. Ranieri bobom ikkita hujumchi bilan harakat qilib, tendensiyani buzmoqda. U hali ham sehrga ega. James Ermi.
Romaning kuchli to'rtligi Sviller, Eldor, Dovbik va Sule Chempionlar Ligasini anglatadi. Ranieri: men allaqachon uni hurmat qilaman, chunki u Kalyarini qutqardi va Lester bilan APLda g'alaba qozondi. Lekin Romani Chempionlar Ligasiga qaytaradimi? Ko'ramiz. Benjamin Daniels 45-48 nikosidagi izoh. Claudio Ranieri endigina Romani eski, kuchli Romaga aylantirdi. Biz bolaligimizda bilar edik. Tomosha qiling, kelasi mavsumda Scudetto unvoni uchun ularni to'liq ko'ring. Va yana bir bor ajoyib darvozabonni tabriklayman. Qanday iqtidorli osiyolik Eldor. Shu tarkibda Dybala bo'lganda bormi? Daniella nika ostida kelgan izoh. Shomurodov Benzemani yoqib oldi. Bilsangiz, Benzema ham mavsumni tugash qismida o'ta sermahsullik qiladi. Mavsumning ikkinchi yarmida har o'yinda gol uradi yoki assist qayd etadi. O'zbekistonlik Eldorga rahmat, u Roma yo'lbarsi. Roma ijtimoiy tarmoqlarida o'zbekistonlik muxlislar ham bor. Ular ham izohlar yozishgan. Mana shunday izoh sohibi Hasanboy Meliboyev. Atalanta, Milan, Torinoga qarshi o'yinlarda Ranieri boboga omad. Keling hisobni 22-0 ga yetkazaylik. Romaga omad, degan hamyurtimiz. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.